Assalomu alaykum, Centrum Holidays Tour firmasining ashaddiy obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Tour firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr oyiga yangi qabullar, chegirmali qabullar davom etmoqda. Shular haqida batafsil video davomida berib o'tamiz. Va albatta sizlardan bir donanglar like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Nizomidon hoji akamizdan birgalikda davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat, kelib oldingizmi? Rahmat. Hoji aka, hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimiz tomonidan beriladigan savollardan biri bu dekabr oyini qaysi sanalarga hozirgi kunda davom etmoqda qabullarimiz va narx-navolari qanday bo'lyapti? Shularni biz qiziq. Shuning uchun obunachilarimizga bir bonus va chegirmali narxlarda e'lon qilsak va qachon qayerdan reyslarimiz bor, shularni bir qota aytib o'tib ketsak videoda. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozirgi kunda bizda Umra safarimizda Farg'onadan, Namangandan hamda Toshkentdan Primoy, Jidda, Madina reyslarimiz bor. Xo'p, 17-dekabrdan 21-dekabrgacha Farg'ona, Madina, Farg'ona, Jidda hamda Namangan, Jidda Primoy reyslarimiz bor. Xo'p, Toshkentdan esa 31-dekabrgacha har kuni reyslarimiz bor. Bemalol qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Xudo xolasa. Ya'ni bundan tashqari safarimiz necha kunlik bo'ladi hoji aka va qayerlarda bo'ladi? Shart-sharoitlarimiz qanaqa? Gostinitsa oraliq masofalari qanday bo'ladi? Shularni bir qota aytib o'tib ketsangiz. Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 11 kun Makkada, 3 kun Madinada bo'ladi. Xo'p, safarimizdagi gostinitsalarimiz oraliq masofalarni aytib o'tib ketsak, Makkada 1,5-2 kilometrda bo'ladi, Madinada esa 150-200 metrda bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, 14 kunlik umra safarimizda albatta Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlarimiz bo'ladi, albatta o'zbek povurlarimiz tomonidan. Xudo xolasa. Bundan tashqari hoji aka oyning oxirigacha bo'lgan sanalarimizga reyslarimiz bor, xudo xolasa. Bor, albatta. Xo'p, bundan tashqari sayohat va ziyorat shular haqida ham ma'lumotlar berib o'tib ketsak hoji aka. Xo'p, safarimizda 10 dan ortiq ziyoratgohlarimiz bor. Bular Madinada Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi, Qiblatayn, Uhud tog'lari, Xurmo bog'ida kechki sayrlar, oshlar va pikniklar, yana bir qancha qo'shimcha ziyoratgohlarga chiqamiz. Xo'p, Makka shahrida esa Savr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz sayohati qo'shimchasiga Toyif shahriga ham ziyoratlarda amalga oshiryapmiz. Xudo xolasa. Ya'ni bir martalik to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkoniyati bo'ladi. Bor. Shuni ham inobatga olib qo'yinglar, xudo xolasa. Xo'p, hoji aka, hozirgi kunda dekabr oyiga chegirmali narxlarimiz Vodiydan va Toshkent yo'nalishi bo'yicha narxlarimiz nechi pul? Xo'p, Vodiydan esa $900 vizasi borlarga, Toshkentdan esa dekabrda oxirigacha $1050 qilib beramiz vizasi borlarga. Toshkentdan har kuni dekabrda oxirigacha $1050 dan vizasi borlarga, agar vizasi yo'qlar bo'lsa $1150 dan Toshkent Madina, Toshkent Jidda yo'nalishlarimiz bor. Xo'p, Farg'onadan Madina, Farg'ona Jidda hamda Namangan Jidda yo'nalishda reyslarimiz bor. 17-dekabrdan 21-dekabrgacha narxlarimiz amal qiladi. $900 vizasi borlar. Vizasi yo'qlar esa $1050 dan qilib beramiz. Oyda oxirigacha ham Farg'onadan reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib joylarni bron qilishlaringiz mumkin. Bundan tashqari musofirdan kuzatib turgan aka-uka va opa-singillarimiz ham bemalol mana shu Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bog'lanishlari mumkin azizlar. Xudo xolasa hoji aka, mana Centrum Holidays Tour firmasidan ko'rib telefon qilyapman deganlarga bonus va chegirmalar albatta bo'ladi. Albatta, bitta oiladan 5 kishidan ortiq insonlarimiz ham qo'ng'iroq qilsa, narxidan chegirmalarni qilib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, albatta qo'ng'iroq qiling, like bosing, obuna bo'lish esdan chiqmasin va siz obunachilarimizga yanada qulayliklar yaratishga harakat qilamiz azizlar. Bizni kuzatib boringlar hoji aka, xudo xolasa sizga ham rahmat. Mana shunday xalqimiz uchun yangiliklar va yangi chegirmalar e'lon qilishdan to'xtamang hozir. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat.